Libboy Malibu bilan tashlash beradi. 2 turbina motor qo'yib berganmiz. Pnevmani tushirib chiqaradigan funksiyasini mana 80-290 ot kuchiga yetgan. Surishib yurmaylar, prosta uyaltirib qo'yadi. Shuning uchun buni kayfi boshqacha bo'lsa kerak. Mashi Cobalt zavoddan xuddi shunaqa chiqqanda olarmiz. O'zimizcha 20 ming dollar yetsa kerak Navro'tiga deb o'ylagan edik. Lekin 20 ming dollardan ko'p pul ketib qoldi. Assalomu alaykum YouTube kanalimizdan obunachilari. Anchadan bir video qo'ymayapti-dik, chunki bunaqa katta proyekt qilmayapti-dik. Biz bu Cobaltni naqd 3 oy mobaynida tayyorladik. Xullas, video obzori shuncha qilingan mehnatni qo'llab-quvvatlash maqsadida oldindan bitta like bosib qo'ying. Bunaqa Cobalt O'zbekistonda bir dona. Motori Malibu 2 turbina motor qo'yilgan akalar. Libboy Malibu bilan tashlash beradi, chunki kuzovi yengilligini hisobiga videoni oxirigacha ko'rsangiz, motorini oxirida ko'rsatib o'taman. Tak, mashinaga nimalar qilindi? Mashina Yunusoboddagi filialimizda Adan Yagacha polniy hamma ishlari cho'tta bitta, faqatgina motor va pnevma podveskasini hamkasblarimiz hamkorlikda qo'yib berishdi. Birinchi bo'lib egalarni talablariga, egalarni xohishlariga kelib chiqib biza qildirdi. Xullas, video obzorini boshlashdan oldin akalar bitta narsaga kelishib olaylik. Bu mashinani egasini bitta emas, ikkita Malibusi bor. Puli bor odam, o'ziga to'q odam, prosta o'zlari uchun Cobalt yaxshi ko'rar ekanlar. Endi menimcha mehrlari bo'lsa kerak shu mashinaga, o'zlari uchun qildirdilar. Chunki hozir sirasi yozishligi mumkin. 20 ming dollar shuncha pul sarflagandan ko'ra, undan ko'ra Malibu 2 olib haydasa bo'lmaydimi degan savol-javoblar bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zidan shu narsaga chek qo'yish maqsadida akalar bir xil negativlar bor, shunaqa gaplar yozadi. Eshak oti bo'ladimi, tilla taqqan bilan nimadirlar deb yozishadi. Oka, odam o'zi uchun qilyapti. To'g'ri, endi hamma o'zi uchun javob beradi. Qiziqishga, misol uchun men ham o'sha paytda Gentram bo'lardi. Gentramdan oldin Nexus 2 bo'lardi. 10 ming, 15 ming dollar sarflaganmiz, lekin kutilgan natijani olganmiz. Bu akam ham nimadandir natija kutayotgan bo'lishlari mumkin. Xullas, birinchi bo'lib ustida qilingan ishlarni sizlarga qisqacha sanab berib ketaman. Eng ochib turgan narsasi bu pnevma podveskasi bo'ladi. Pnevma podveska oldi va orqa alohida ishlaydi, ya'ni ko'tarilishi. Eng pastga tushirib qo'ygan paytda rulni qaytarib bo'lmaydi, chunki kriloga tegib qolishi mumkin. Shaharda yurgan paytda bemalol mashinani ko'tarib yuraveradilar. Bitta joyga borib bundoq qo'ysalar, yaponskiy stilga o'xshab mashinamizni yotib olib turadi. Faraz qiling, bitta joyga bordingizda, bundoq mashinani o'chirdingiz, pastga tushib ketyapti-da mashina. Sekin eshikni ochib tushib kelyapsiz. Xullas, aka, bunaqa Cobalt O'zbekistonda bir dona. Shuning uchun buni kayfi boshqacha bo'lsa kerak. Ust qismida polniy broniy plyonka qilib berganmiz. Oldi mordani o'zini qilganmiz. Oldi mordasini o'zini broniy plyonka qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, qora detallari mashinani ochib turibdi. Masalan, oblisovkasini o'zgartirib berganmiz. Faraga ichiga linza qo'yganmiz. O'zini farasi unchalik yaxshi yoritmaydi. Biz linza, lupali linza qo'yib berganmiz, yo'lni zo'r yoritishi uchun. Undan tashqari diska balon qo'yganmiz. Diskasini ham qora rangga bo'yab berganmiz. Balon Michelin taqqanmiz. Michelin balon unchuncha markada turmaydi, bilasizlar. Diska balonning o'zi 2000 dollarga yaqin pul bo'lgan. Bokovoy usti, orqa faralari ham qoraytirilgan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, tomi ham qoraytirilgan. Tomi Malibu 2 ni lyuki qo'yilgan, zavodskoy qilib qoraga qilib berganmiz. Salon qismini ko'rsatishdan oldin usti qismida qilingan ishlardan yana bittasi polniy shumizolyatsiya qilingan. Cobaltga bilasizlar-ku, shumizolyatsiya zarur. Xullas, Cobalt haydaydigan akalar, bu videoga sizlar like bosinglar, chunki bunaqa Cobalt menimcha zavoddan chiqsa, libboy odam olib haydardi. Oxirida bitta savol beraman, tayyor turinglar. Tak, endi salon qismiga kiramiz. Salon qismiga kirishdan oldin sizlarga qisqacha informatsiya berib ketaman. Luxury class mashinalarda, misol uchun Bentley yoki Rolls-Royce'larda salonida plasmas detal bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab biz ham bu mashinamizda salonida deyarli plasmassa detal qoldirmaganmiz. Hamma joyini kojada ishlab berganmiz. Misol uchun torpedkasi, obshivkani qarang, aka. Alohida mehr berilgan strochkalari bilan, o'rtasidagi perforatsiyali alkantaralari bilan, xullas, polniy hamma joyini plasmas detallarini ustidan koja qoplab berganmiz. Hattoki ko'rayotgan bo'lsangiz, paroklarigacha
ko'liklarigacha qo'shib qilib berganmiz. Salonni rangi o'zi jigarrang sifat seriya bo'ladi. Biz buni qora qilib berganmiz. Sidenasini egalari mana shunaqa o'zinikini qolishini xohladilar. Biz ozgina dizaynni o'zgartirib, o'rtasini alkantara qildik. E'tibor bering, ichi tifiniy rangda bo'lgan. Bu qanaqa qilib tifiniy rangda desangiz, biz birinchi koja qilganmiz. Alkantarasini ustini perforatsiyali qilib lazerda tekshirib kelganmiz. Keyin uni ustidan alkantara qilganmiz. Xullas, detalli ishlangan, har bitta narsasiga detalligacha qaralgan. Kombinatsiya qilish uchun remellarni ham ko'rasizlar, tifiniy rangda qilib berganmiz. Patologiya keladigan bo'lsa, patologiya yasalgan. Mana shu qismi Malibu 2 ni o'ziniki qo'yilgan. Malibu 2 lyuk Malibu 2 ni plafoni. Hamma narsasi как положено заводскойda ishlaydi. Chiroqlar yonishi, lyukni ochib yopish, pardalarni ochib yopish knopkalarigacha hammasini заводскойda qilib ulab berganmiz. Patologiyani e'tibor berishingiz mumkin. Qora alkantara qilingan. Chunki bilasizlar, salon polniy qora bo'lgandan keyin tashqaridan ko'ringan paytda ham xuddi oldi tonirovkaga o'xshab qop-qora, cho'mli turish uchun. E'tibor beramiz, akalar. Malibu 2 ni tablosi qo'yilgan. Sababi Malibu 2 ni tablosini qo'yilishining sababi Malibu 2 motor qo'yilgan, hamma funksiyalarini mana mana shunda ko'rsatib turish kerak. Mashinani bitta zavod qilamiz. Как положено, zavod bo'ldi mashinamiz. Hamma datchiklar ishlaydi. Rulidagi multimedia sistemalari, tabloni upravlat qiladigan knopkalarni hammasini ulab berganmiz. Hattoki orqasidagi Tiptronic knopkalarini ham заводскойda qilib ulab berganmiz. Tak, yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Mashinada hech qatida nikkel detal qolmagan salonida. Mana ruchkalari nikkel bo'ladi, mana tabloni cheti nikkel bo'ladi, bari chetlari nikkel bo'ladi. Umuman nikkel detal, hattoki rullarda ham nikkel detal qoldirmaganmiz. Tak, Malibu 2 ni barni qo'yib berganmiz. Udobniy bo'lishi uchun Malibu 2 ni rulini qo'yib berganmiz. Malibu 2 ni ruli anatomический variantda salonga moslab alkantara bilan kojada kombinatsiya qilingan. Yana ko'rishingiz mumkin, akalar, obshivkani o'zini sidenani dizayniga moslab o'rtasini alkantara, chetlarini ham koja qilib berganmiz. 3 oy mehnat qildik, lekin obzorga 5000 vaqt ketyapti. Shuning uchun aka, like bosmagan bo'lsangiz, hali ham bitta mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'ying, aka. Chunki bunaqa Cobalt O'zbekistonda bir dona. Tak, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan pnevmani tushirib chiqaradigan funksiyasini mana shu yerdan boshqarsa bo'ladi. Tushadi, chiqadi, o'ng taraf alohida, chap taraf alohida, hamma funksiyasini alohida ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari telefonga ham предложенияsi bor. Telefonning o'ziga ham alohida ulab berganmiz. Endi yana bitta qiziq joyi sizlarga bagajligini ko'rsataman. Xullas, buni bagajini underground o'ynagan akalarimiz tushunishadi. Fanar yaqinroq olib kelib bitta ko'rsatsangiz, ko'rishingiz mumkin. Mana bu pnevmani bachoki bo'ladi. Mana mashqa havo yig'iladi, pnevma shu yerdan ko'tariladi. Mexanizmni joylashtirish, hamma narsalarni detalni ko'rsatish uchun bu yerda oyna qilib berganmiz. Tuning House logotiplarimizni yopishtirib qilib berganmiz. Bagajni ham qora qilganmiz. Ikki yoq tarafda subwoofer turibdi. Apparatura qo'yilgan. Magnitofon, kolonka, 4 ta eshikda turadigan hamma kolonkalarni ham o'zgartirilgan. Mashinamiz yumshoq bo'lgan, qaranglar, aka, полный shumizolyatsiya. Endi asosiy narsasi bu kapoti bo'ladi. Kapotini bitta ochib ko'rsataman hozir. Kapotini ochilishini skriti qilib qo'yganmiz. Hamma ham ochib bo'lmasligi uchun. O'zim ochishga qiynalyapman, ko'rishingiz mumkin. Kapotni ochishdan oldin valvali moylar haqida gapirib ketmoqchiman. Bu mashinaning motoriga valvali moylari quyildi. Tushunishingiz uchun valvali moylari O'zbekistonda 3 yildan beri bor. Amerikanskiy moy hisoblanadi. Yaqinda bizni o'zimni Gentramni prizga qo'yganman. Agar kim valvali moylarni xarid qilib, promokod orqali o'sha valvali moylarning ustida stiker turadi. Ana shu stikerni o'chirib Telegram bot orqali agar jo'natadigan bo'lsa, o'sha Gentramni yutib olishi mumkin bo'ladi. Bu mashinani motoriga ham valvali moylardan quyib berganmiz. Dexus 5 ga 30 dan. Xo'p, motorga keladigan bo'lsa, motorini 2 turbina motor qo'yib berganmiz. O'zi Malibuda 200 nechtadir ot kuchi bo'ladi. Endi bunda ot kuchi 280-290 ot kuchiga yetgan. Sababi kuzovi yengil bo'ladi. Kuzovi yengilligini hisobiga
uje bu mashina tez yuradi. 0 dan 100 gacha taxminan 6-6,5 sekundda chiqadi. Xullas, agar Malibu'li bo'lsa, endi hozir bu mashinaning nomerini yechib qo'yganmiz. Yechish mumkin edi, agar mana shunaqa nomerni ko'rib qolsanglar, surishib yurmanglar, prosta uyaltirib qo'yadi deyishim mumkin edi. Endi bu mashinaning nomerini ko'rsata olmaymiz. Motordan tashqari rulovoy, elektronik gidravlika Malibu 2niki qo'yilgan. Tormozlari savpadat qilish kerak, chunki bunaqa tez yurgandan keyin обязательно tormozlari javob berish kerak bo'ladi. Orqa tarafi qisqacha o'zgartirishlari Malibu 2 va Trekker'da tormozning sistemasi qo'yilgan. Undan tashqari montajga keladigan bo'lsa, aka zavod bo'lib turibdimi, qarang. Avtoklin, bilasizlar, Namangandagi Ulug'bek akam polni o'zlari motorlarni qo'yib, zavodskoday qilib berdilar. Xudo xolisa, motorda hech qanaqa ish qolmadi. Mashinamiz tayyor, inshaalloh egalarni kutyapti. Boyga aytgan savolim, oxirida savol beraman dedim-ku, Masha Cobalt zavoddan xuddi shunaqa chiqqanda olarmidingiz? Nech pulga olardingiz? Shuni to'g'risini faqat kommentariyada yozib keting. Endi biza zavod emasmiz-ku, GM emasmiz-ku, lekin Alloh qodir qilgancha tuningini zavod qilib berishga harakat qilamiz. Endi bu mashinani test drive'ini xudo xolisa egalari bilan qilib ko'ramiz, inshaalloh. Undan oldin ham test drive qilindi. Даже motorni uстановка qilib bergan ustalarimiz maxsus trassada 200 tezlikgacha chiqishgan, mashina spokойно yurgan. Undan tashqari orqa amortizatorlarni ham ozgina jo'stkilashtirganmiz, sababi o'ynab ko'ti lopillab ketmasligi uchun. Oka, videomiz qisqa bo'lganligi bilan bu yerda ancha mehnat qilindi. Bolalar 3 oy mehnat qildi. Mana shu videoga otgan mana operator Muhammad o'zi usta o'zi. Tuning House Yunusobod filialini boshqaradi. Kechqurun soat 1 bo'ldi. Biz syomka qilyapmiz. Xudo xolisa qanaqa xizmat bo'lsa, Yunusobod filialimizda Muhammadda bemalol kelishingiz mumkin. Nafaqat Yunusobod filialimizda, balkim Chig'atoydagi Tuning House, Saka, Oybekda ochilgan yangi filialimizga ham bemalol tashrif buyurib, xizmatlarni qildirib ketsangiz bo'ladi. Tuning House'da asosiy nima ishlar qilinadi? Endi bunaqa mashinalar noyob, juda ham kamdan kam, chunki hamma ham $20,000 pul sarflab yurmaydi. Bunaqa klientlarimiz noyob, asosan qiladigan ishlarimiz polirovka, keramika, ximchiska, mashinaning ustiga polniy broni plyonka tortish, inomarka любой mashinaga, tonirovka xizmatlari, programma xizmatlari, undan tashqari shumizolyatsiya, hamma detailing uslugalarni Tuning House barcha filiallarda qildirib ketsangiz bo'ladi. Xullas, pastda raqam turibdi, xizmatlar bo'yicha kelaverasizlar. Bu videoni Cobalt deydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Mana Cobalt o'zi haqiqiysi mana shunaqa chiqish kerak edi, lekin menimcha bunaqa chiqadigan bo'lsa, kamida $40,000 bo'ladi. Xullas, tinmasdan bir 20 minut gapirdim. Menga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Inshaalloh bizani kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolisa shunaqa videolarni YouTube kanalimizga joylab boramiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum.